Dasturimizni sport mavzusi bilan davom ettiramiz. Buxoro tumanidagi Chavandozlar maktabida ot sporti bo'yicha Buxoro viloyati chempionati bo'lib o'tdi. 50 ga yaqin chavandozlar bahs olib borgan musobaqa tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Buxoro viloyatida ot sportini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni saralab olish maqsadida Milliy gvardiya Chavandozlar maktabi tashabbusi bilan to'siqlardan sakrash, ya'ni konkur yo'nalishi bo'yicha Buxoro viloyati chempionati bo'lib o'tdi. Mazkur bellashuvlarda hududiy seksiya a'zolari, Chavandozlar maktabi to'garak a'zolari hamda uyushmagan yoshlar faol ishtirok etdi. 50 nafarga yaqin ishtirokchi qatnashgan musobaqaning 2 nafarini qizlar tashkil etdi. Bellashuvlar belgilangan sport qoidalari asosida yuqori saviyada va raqobatbardosh ruhda o'tkazildi. Natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, faxrli birinchi o'rinni Abbos Qudratov egallagan bo'lsa, Akbar Ortiqov ikkinchi o'rin hamda Diva Sulaymonova 3-o'rin bilan taqdirlandi. Mazkur viloyat chempionati respublika bosqichiga saralash vazifasini bajarib, iqtidorli chavandozlarni aniqlash hamda ularni keyingi bosqichlarga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Tadbir yoshlar o'rtasida ot sportini ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini mustahkamlash va sport zaxirasini shakllantirishga ham xizmat qildi.